voy mana bu chiroyli kravatlar bor ekan onasi qara qizimizga ham xudo xohlasa xonasi tayyor bo'lib qoldi bir kravat ko'rib olib ketmaymizmi Voy, yaxshi bo'lardi. ana yuraylik ko'ramiz Nimaga kravat san olib berasan? 5 yil to'yda keladi-ku hamma narsa Xudo tarafdan. Nega san olib berasan? Nima sizni uyingizdagilar olib bermayman deyishyaptimi? Tushunmadim. Yo'q, jon qilib berishadi hamma narsani. Olib beraman deyishgan. oyi nima deganingiz bu mani ayolimmi bola manikimi nima buni ota onasi qilib berishi kerak xudo xohlasa qurum yetguncha hamma narsasini o'zim qilib beraman yuringlar kirib tanlaymiz Alhamdulillah, o'g'limga chiroyli tarbiya bergan ekanman. Alloh o'zingga shukr. Keyin mana kuyov bolani kelin tomondan narsa olishi, mana shu narsaga mana yossizlar qattiq turinglar. Eski ust-boshimni yuvib, dazmollab kiyib, to'yda turaveraman men. Kelin tomonning ust-boshini kiygandan ko'ra. Men erkakman deylar. Mana ko'ynakning ichida jasad hurmatli bo'lsin, ust-boshingiz emas. Yo telefoningiz emas, yo mashinangiz emas, u nima u narsalar?